20-asrning eng buyuk shaxslari haqida yozilgan kitoblar, maqolalar va tahlillar sonining ko'pligi bo'yicha hech kim bu insonga tenglasha olmasa kerak. Bu holat shaxsan menga juda tushunarli, chunki u o'ta yorqin va voqealarga boy umr kechirgan. Odatda uning nomi tilga olinganda doimo labida bo'lgan sigara va Ikkinchi jahon urushi davrida ikki barmoq bilan ko'rsatiladigan mashhur victory, ya'ni g'alaba belgisi yodga tushadi. Tushunib turganingizdek, bugungi sonimiz qahramoni Sir Winston Churchill. U kim edi? Do'stlar, Winston Churchillning hayoti shu qadar boy o'tganki, bugun ko'rsatuvimiz ham kanaldagi eng uzoq davom etgan ko'rsatuvlardan biri bo'ldi. Uning biografiyasini eng mukammal ochib bergan kitoblardan biri bu shubhasiz Martin Gilbertning Churchill asaridir. So'nggi xushxabarlarga ko'ra, ushbu kitob hozirda Asahi Books loyihasi tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilinmoqda va 2026-yili kitobxonlarga taqdim qilinadi. Men esa bu kitob chiqquncha sizlarga yana bir qiziq insonlardan biri AQSh prezidenti Barak Obamaning turmush o'rtog'i Mishel Obamaning Mening hikoyam deb nomlangan kitobini o'qib turishni maslahat beraman. Bu kitob shu kunlarda o'zbek tilida sotuvga chiqdi. Dunyoning eng nufuzli ayollaridan biri, AQShning ilk afroamerikalik birinchi xonimi Mishel Obama bu kitobda o'z hayotining eng samimiy, insoniy va ilhomlantiruvchi daqiqalari bilan o'rtoqlashadi. Mening hikoyam bu kuchli ayol qanday shakllangani, qanday qarorlar ortidan bugungi darajaga yetgani, qanday orzular uchun kurashgani haqidagi chuqur hayotiy va ilhomlantiruvchi hikoya hisoblanadi. Muallif bu kitobda o'z hayot yo'li bilan birga turmush o'rtog'ining qizg'in ish jadvallarini oilaviy hayotga qanday moslashtirganini samimiy va hayotiy tarzda hikoya qiladi. Albatta, bu kitobni ham o'zbek tilida Asahi.uz saytidan sotib olishingiz mumkin. Kitobni sotib olish uchun barcha havolalarni pastda qoldiraman va albatta unutmangki, bilimga qilingan investitsiya oxir-oqibat o'zini oqlaydi. Endi Winston Churchill haqidagi ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Sir Winston Churchill hayotining ilk kunlaridanoq tanlanganlar doirasiga mansub bo'lgan. Siyosat qahramonimizning qon-qoniga singib ketgan edi. Chunki u boy va nufuzli aristokrat oilasidan chiqqan bo'lib, Britaniyadagi eng qimmat xususiy maktablardan birida ta'lim olgan. Biroq bu uni bolalikda hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmagan degani emas albatta. Otasi bilan munosabatlarning keskinligi va isyonkorlikka moyilligi uning hayotida cheksiz tashvishlar keltirib chiqargan. Winston Leonard Spencer Churchill 1874-yil 30-noyabrda Britaniyaning Woodstock shahridagi Oxfordshire grafligida tug'ilgan. Winstonning ota-onasi qadimgi ingliz aristokratiyasiga mansub bo'lgani uchun u mashhur oilaning merosxo'riga aylangan. Uning otasi Randolph Churchill konservatorlar partiyasining a'zosi sifatida parlamentda Woodstockning vakili edi. Sir Randolph shuhratparast inson bo'lgani bois doimiy siyosiy hayotning markazida bo'lishga intilardi. Afsuski, bu holat uzoq davom etmaydi. 1876-yilda u qirollik oilasi bilan bog'liq janjalga aralashib qoladi. Katta Churchill Uels shahzodasiga uning ishqiy sarguzashtlarini ommaga fosh qilish bilan tahdid soladi. O'sha davrlarda ham jamoat arbobining bunday xatti-harakatlari mutlaqo nomaqbul hisoblanardi. Jazo sifatida o'sha paytdagi Britaniya bosh vaziri Benjamin Disraeli Randolphni 4 yilga Irlandiyaga vitse-qirol lavozimida xizmat qilishga yuboradi. Ochiqchasiga aytganda, bu shunchaki parda bilan yopilgan oddiy surgun edi. Irlandiyaning Dublin shahri Winstonning bolalik xotiralarida saqlanib qolgan ilk makon bo'ladi. Winstonning onasi Jenny Jerome badavlat amerikalik tadbirkorlar oilasidan bo'lgan ayol edi. Jenny o'sha davr qoidalari imkon bergan darajada katta o'g'lini o'zi o'qitadi. Biroq ko'p o'tmay Winstonni xususiy maktabga o'qishga berishga qaror qiladi. U yerda bola onasini mehr-muhabbatini sog'inib, otasidan sezilarli darajada uzoqlashadi. Chunki otasi o'g'lining maktabdagi darslarni o'zlashtirishdan tez-tez norozi bo'lardi va shu sababli unga yaxshi munosabatda bo'lmas edi. Chunki uning katta o'g'lidan katta umidlar kutishi tabiiy edi.
Bu vaqtlarga kelib Cherchilllar imperiya poytaxti Londonga ko'chib o'tishadi va yana siyosiy elita doirasiga qabul qilinadi. Randolph Cherchillning karyerasi tez suratda yuksaladi. U hukmron liberal partiyaning eng faol muxoliflaridan biriga aylanadi. Winston Angliyada tahsil olgan birinchi maktab Berkshire grafligidagi Ascot xususiy tayyorlov maktabi edi. Bu yerni tamomlagan badavlat oilalarning farzandlari odatda eng nufuzli xususiy o'rta maktablarga o'qishga kirar. Bunday maktablar faqat ota-onalari ta'lim uchun katta mablag' to'lashga qodir bo'lgan o'quvchilarnigina qabul qilardi. Ammo ushbu maktabdagi qattiq tartib-intizom Winstonga yoqmaydi. Bola uyini juda sog'inar, o'qituvchilarga nisbatan esa itoatsizlik va qaysarlik qilardi. Ko'p o'tmay uni go'yoki sog'ligi yomonlashgani bahonasida boshqa maktabga o'tkazishadi. Bu yerda ham uning ahvoli uncha yaxshilanmaydi. Biroq u o'zi chin dildan qiziqqan ikki fan, tarix va ingliz tilidan yuqori baholar ola boshlaydi. 1888-yilda u mashhur Harrow maktabiga qabul qilinadi. Winston maktabdagi eng a'lochi o'quvchi bo'lmasa-da, u asta-sekin ulg'aya boshlaydi va bir nechta sohalarda o'zini ko'rsatadi. Winstonning harbiy ishlarga bo'lgan muhabbati uni kadetlar safiga qo'shilishga va harbiy karyera qilishga undaydi. Aslida otasi undagi harbiy qobiliyatni o'g'li bolaligidayoq o'yinchoq askarchalar bilan o'ynayotgan paytdayoq payqagan edi. Aynan u Winstonga harbiylar sinfiga kirishni taklif qiladi. Chunki o'g'lidan hamon ko'ngli to'lmagan Randolph Cherchill Winstonni universitetda o'qish uchun yetarlicha aqlli emasligidan shubhalanardi. Winston esa hamon gumanitar fanlarga, ayniqsa maqolalar yozishga qiziqar va bu sohada u ancha yutuqlarga erishgandi. Afsuski, otasi uchun bu yetarli emasdi. Ularning munosabatlari sovuq va begonaligicha qoladi. Winston Sandhurst harbiy maktabiga hujjat topshirishga qaror qiladi, ammo kirish imtihonlarida qiyinchiliklarga duch keladi. U 3-urinishda bu nufuzli harbiy bilim yurtiga o'qishga kirganda, Randolph Cherchill o'g'lini qo'llab-quvvatlash o'rniga uning qobiliyatlari haqida zaharxandalik bilan gapiradi. Shunday bo'lsa-da, kirish imtihonlarini topshirib, Winston o'zining qat'iyati va sabot-matonatini namoyish etadi. Ehtimol, aslida bu yigitda otasidan olishga tayyor bo'lgandan ko'ra ko'proq fazilatlar bor edi. Aynan Sandhurst maktabi bilim yurtida Winston Cherchill dastlabki yutuqlarga erishadi. Bu yerda harbiy fanlar va ot minishga alohida e'tibor berilardi. Shuningdek, u o'z fikrini ayta oladigan, atrofdagilarga ta'sir ko'rsata oladigan va odamlarni o'z atrofiga birlashtira oladigan shaxs sifatida ham o'zini shu yerda namoyish etadi. 1895-yilda otasi vafot etadi. Atigi 45 yoshda bo'lgan Randolph Cherchillning o'limi Winstonning qalbida chuqur iz qoldiradi. Garchi Randolph o'g'li Sandhurstni muvaffaqiyatli tugatganini ko'rgan bo'lsa-da, ularning munosabatlari hech qachon yaxshilanmagandi. Katta Cherchillning umrining so'nggi yillari og'ir kechadi. Aytishlaricha, u aniqlanmagan bosh miya o'smasdan aziyat chekkan. Asta-sekin Randolphning aqliy qobiliyati va nutqi shu qadar yomonlashadiki, uning parlamentdagi so'nggi chiqishlarini tinglash imkonsiz bo'lib qoladi. Winston ularning oilasidagi erkaklar uzoq umr ko'rmasligini tushunib, hayotga sho'ng'ib ketadi. U armiyani bir vaqtning o'zida 2 ta martaba yozuvchi jurnalist va siyosatchi bo'lishiga yordam beradigan vosita sifatida ko'ra boshlaydi. Yosh Winston Cherchill uchun armiya sarguzashtlar va shon-shuhratga to'la hayotning boshlanishi bo'lishi kerak edi. Biroq u armiya hayotidan tez orada zerikib, o'zi uchun yangi ufqlarni kashf eta boshlaydi. U sarguzashtlarga, xavf-xatarga, jamoatchilik e'tiboriga va albatta pulga muhtoj edi. Onasi unga moliyaviy yordam ko'rsatib turgan bo'lsa-da, bu mablag' va ofitserlik maoshi uning dabdabali turmush tarzi uchun yetarli emasdi. Shu bois u o'zini Daily Graphic gazetasiga harbiy muxbir sifatida taklif etadi. Bu ishi sababli unda Kubaga safar qilish imkoniyati tug'iladi. O'sha paytda Ispaniya hukumatı bu orolda mustaqillik uchun kurashayotgan millatchilarning qurolli qo'zg'olonini bostirishga urinayotgan edi. Cherchill do'sti Reginald Barnes bilan birga Kubaga yo'l oladi va yo'l-yo'lakay ilk bor Qo'shma Shtatlarga ham tashrif buyuradi. Nyu-Yorkda u ota-onasining tanishi Berk Cochranening uyida to'xtaydi. Bu odam mashhur siyosatchi va AQSh Kongressi vakillar palatasidagi Demokratik partiya a'zosi edi. Agar Nyu-Yorkka kelguncha Cherchillning siyosiy karyera haqidagi o'ylari ancha xira bo'lgan bo'lsa, endi bu sohada o'zini sinab ko'rish istagi qat'iy qarorga aylanadi.
Kokrenning o'tkir nutqlari, uning siyosiy aloqalari va ishbilarmonlar bilan kechki ovqatlari bularning barchasi yosh britaniyalik jurnalistni hayratga solardi. Cherchill urushni millatlar o'rtasidagi raqobatning oliy ko'rinishi va romantik sarguzasht deb bilib, unga maftun bo'lgan edi. Biroq urushning xunuk tomonlari bilan dastlabki tanishuv uning bu haqdagi tasavvurlarini o'zgartirib, qurbonlarga nisbatan achinish tuyg'usini uyg'otadi. Kubada u birinchi marta o'qqa duch keladi. Bu voqea uning tug'ilgan kunida sodir bo'ladi. U shu kuni 21 yoshga to'lgan edi. Kuba isyonchilari Cherchillga layoqatsiz havaskorlar bo'lib ko'rinadi. Shuningdek, ispan armiyasi ham unda katta hurmat uyg'otmaydi. Shunday bo'lsa-da, umuman olganda, Winston Kubaga qilgan safardan mamnun edi. Bu yerda u Daily Graphic uchun jonli reportajlar yozadi. Shuningdek, umrining oxirigacha iste'mol qiladigan o'sha mashhur Gavana sigaralariga aynan shu yerda o'rganib qoladi. Angliyaga qaytib kelgandan keyin Cherchill harbiylar bilan birga Hindistonning Bangalore shtatiga jo'natiladi. Ammo Hindiston qahramonimizni o'ziga jalb qilmasdi. U Hindistonni imperiyaning chekka hududi deb hisoblardi. Bu yerda u ko'p vaqtini Britaniya gazetalarini o'qish bilan o'tkazar, vatandagi voqealarni subkontinentdagi hodisalardan ko'ra ko'proq qiziqish bilan kuzatardi. Shunga qaramay, armiya Hindistonda bekor turmas va Cherchill bu yerdagi barcha harbiy harakatlarda ishtirok etishga tayyor edi. U shimoli-g'arbiy chegaradagi isyonkor pushtun qabilalarini bostirish uchun harbiy yurishga otlanishayotganini bilib, boshliqlaridan uni o'sha yerga yuborishni so'raydi. Uning iltimosi qondiriladi. Bu paytga kelib Cherchill Londondagi The Daily Telegraph gazetasi bilan ushbu voqealarni yoritish bo'yicha shartnoma tuzgan edi. Ushbu ekspeditsiyada ishtirok etish tajribasi uning 1898-yilda nashr etilgan Malakan Dala Korpus tarixi nomli birinchi kitobiga asos bo'ladi. Chegaradagi urush shafqatsiz edi. Cherchillning ko'z o'ngida do'stini o'ldirishadi va chekinish haqidagi buyruqdan so'ng u hatto do'stining jasadini ham olib keta olmaydi. U Londonga yuborayotgan hisobot maqolalarida bir necha soat oldin qirollik armiyasining mag'rur askarlari bo'lgan odamlarning endi yerda sochilib yotgan qoldiqlari haqida yozardi. Jasur va ayni paytda rahmdil bo'lgan Winston Cherchill tez orada tajribali otliq zobitga aylanadi. Onasi Angliyadan Hindistondagi o'g'liga ko'plab kitoblar yuborar, u esa har kuni bir necha soatini mutolaaga bag'ishlardi. Cherchill klassik asarlarni, tarix va falsafaga oid kitoblarni o'qirdi. 19-asrning eng yaxshi Britaniya tarixchilari va ajoyib uslubchilari hisoblangan Edward Gibbon va Thomas Macaulayning asarlari ta'sirida u o'z uslubini sezilarli darajada takomillashtiradi. O'zidan oldin yashab o'tgan AQSh prezidenti Abraham Lincoln kabi Cherchill ham ko'p jihatdan o'z-o'zini o'qitgan inson edi. Lincoln singari Cherchill ham o'z davrining eng bilimdon siyosiy rahbarlaridan biriga aylanadi. Kitob o'qish Cherchillning hayotiy tamoyillarini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Hindistonda Cherchill badiiy nasr yozishda ham o'z kuchini sinab ko'ra boshlaydi va o'zining yagona romani bo'lmish Savrolani yaratadi. Shu orada Britaniya Shimoliy Afrikada yangi muammoga duch keladi. Bu Sudanda Mahdiylik harakati edi. 1885-yilda Mahdiylar Khartoum garnizonini qirib tashlagandan so'ng general Gerbert Kitchener jazo ekspeditsiyasiga boshchilik qilib, Nil daryosi bo'ylab Misrdan janubga yo'l oladi. Cherchill Sudanga harbiy muxbir sifatida yuborilishga erishadi. Bu safar uning xizmat safarini The Morning Post gazetasi moliyalashtiradi. 1898-yil 2-sentyabrda Omdurman yonidagi jangda Cherchill otliq askarlar safida bo'lib, ularning vazifasi Khartoumga boradigan yo'lni ochish edi. 400 otliq 2000 ga yaqin piyoda Mahdiylarga qarshi shiddat bilan hujum qiladi. Qonli to'qnashuv boshlanadi. Bu jangda Cherchillni vatandoshlarining shafqatsizligi hayratga soladi, chunki ular taslim bo'lgan dushmanlarni ham nayzaga sanchib o'ldirmoqda edilar. Bularning barchasi Cherchillning 2 jildlik Daryodagi urush asarida o'z aksini topadi. Bu asarda u general Kitchenerni ayovsiz tanqid qiladi. Britaniyaga qaytgach, Cherchill o'zini yangi sohada sinab ko'rish zarurligini his etadi.
polk ofitserining kundalik hayoti unga to'g'ri kelmasdi. Endi u barqaror daromad manbaiga ega bo'lgan taniqli jurnalist edi. Cherchill bir muddat konservativ partiya bilan aloqalar o'rnatadi va 1897-yil boshida o'zining birinchi siyosiy nutqini so'zlaydi. 1899-yil bahorida u harbiy xizmatni yakunlab iste'foga chiqadi. Endi katta siyosatga kirishning vaqti kelgan edi. Endi siyosiy pog'onada mustahkam o'rnashib olish uchun anchagina sabr-toqat va epchilik ko'rsatishiga to'g'ri kelardi. Hayot esa uni bunga tayyorlab bo'lgandi. Siyosatda o'z o'rnini topgach, Cherchill o'z davrining eng muvaffaqiyatli va mashhur siyosatchilaridan biriga aylanadi. 1914-yilda Birinchi jahon urushi boshlanganida Cherchill allaqachon bir necha yuqori lavozimlarni egallagan, parlament a'zosi bo'lgan, saylovlarda g'alaba qozongan va mag'lubiyatga uchragan, ko'plab dushmanlar orttirgan va shunchalik ko'p do'stlar topib ulgurgan edi. Biroq dastlab ishlar unchalik silliq kechmaydi. 1899-yil iyun oyida konservativ partiya a'zosi Winston Cherchill Shimoliy Angliyadagi Oldham saylov okrugidan nomzod sifatida ko'rsatilishga erishadi. Biroq mahalliy aholi liberal partiyani afzal ko'rardi. Cherchill din masalasida bir necha bor noo'rin fikrlar bildirib qo'yib, saylov kampaniyasida mag'lubiyatga uchraydi. O'sha yilning oktyabr oyida Janubiy Afrikada ingliz Bur urushi boshlanadi. Dastlabki siyosiy muvaffaqiyatsizliklardan ko'ngli qolgan Winston Cherchill Manchester Post gazetasi bilan shartnoma tuzadi va yana harbiy muxbir sifatida bu safar Janubiy Afrika sari yo'l oladi. Xullas, Cherchill yana sarguzasht izlab yo'lga chiqadi va ko'p kuttirmay sarguzashtlar o'zini namoyon qiladi. Cape Townga yetib kelgach, Cherchill tez orada shimolga, janglar bo'layotgan tomonga yo'l oladi. U ketayotgan poyezdga Bur partizanlari hujum qiladi. Garchi Winston endi harbiy emas, oddiy fuqaro bo'lsa-da, u temir yo'l vagonlari mudofaasini mohirona tashkil etadi. Biroq kuchlar teng emasdi. Burlar son jihatdan ko'proq bo'lib chiqadi va Cherchill asirga tushadi. Uni Pretoriyadagi qamoqxonaga qamashadi. Saqlash sharoitlari og'ir edi, ammo u qochishga muvaffaq bo'ladi va darhol Cape Townga qaytib kelib, yaqinda boshlangan Britaniya armiyasining hujumiga qo'shiladi. Bularning barchasi shubhasiz unga shuhrat keltiradi. 1900-yilda Angliyada umumiy saylovlar belgilanadi. Cherchill Oldham saylov okrugi bo'yicha konservativ partiyadan parlamentdagi o'rin uchun yana kurashish maqsadida vataniga qaytib keladi. Bu safar jamoatchilik e'tirofi to'lqinida u g'alaba qozonadi. Cherchillning harbiylik davri batamom tugaganga o'xshardi. U otasining izidan borib parlamentga kiradi. Nihoyat u endi siyosatchi bo'ladi. Bu paytga kelib Cherchillning jurnalist va yozuvchi sifatidagi obro'si mustahkamlangan bo'lsa-da, u hamon pul masalasida qiynalardi. O'sha paytda parlament a'zolari maosh olmasdi. Shu sababli ko'pchilik siyosatchilar uzoq muddatli parlament ta'tilidan qo'shimcha daromad topish uchun foydalanardi. Cherchill Britaniya va AQSh bo'ylab ma'ruzalar safariga chiqadi. Yosh siyosatchining boshdan kechirgan sarguzashtlari haqidagi hikoyalari o'z tajribasini kunning dolzarb masalalari bilan bog'lay olish qobiliyati tinglovchilarni o'ziga jalb etardi. Biroq Cherchill tug'ma yoki alohida iqtidorli orator emasdi. Buning ustiga uning nutqida nuqsonlar mavjud edi. Hayotidagi boshqa ko'p narsalar singari yaxshi notiq sifatidagi obro'si ham katta mehnat va fidoyilikni talab qilardi. U tinimsiz o'z ustida ishlaydi. Notiqlik mahoratini sayqallaydi. Har bir so'zni puxta o'ylaydi. Kelajakdagi nutqlarni qog'ozga tushiradi. Uning AQSh shaharlaridagi ma'ruza zallarida so'zlagan nutqlari va vakillar palatasidagi dastlabki chiqishlari pirovardida unga katta foyda keltiradi. U shaxsiy tajribasida siyosiy muxolifat, haqorat va masxara nima ekanligini aynan AQSh siyosiy olamida anglab yetadi. Cherchillning Britaniya parlamentidagi ilk nutqi 1901-yil fevralda yangraydi. Bu paytga kelib u allaqachon parlament janjalkashi sifatida tanilgan edi. Taqdirning hazilini qarangki, u o'z nutqida kelajakdagi do'sti va hamkasbi David Lloyd George'ga keskin ta'na qiladi.
Umuman olganda, hurmatli hamkasbimiz qonunlarga tuzatish kiritish haqida nutq so'zlagandan ko'ra, nutq so'zlamasdan tuzatish kiritganda ma'qulroq ish bo'lardi. Bu achchiq kinoya orqali u gapdan ko'ra ishni ma'qul ko'rishini bildirgan edi. Cherchillning ushbu jasur chiqishlari kelajakdagi voqealarning darakchisi edi. 1902-yilda Artur Balfour konservativ hukumatni tuzganida uning vazirlari safida Cherchillga joyi yo'q edi. Bundan norozi bo'lgan qahramonimiz 1904-yil may oyida konservatorlar safini tark etib, muxolifatdagi liberal partiya safiga qo'shiladi. Uning sobiq partiyadoshlarining aksariyati Cherchillning bu xiyonatini hech qachon kechirishmaydi. Biroq Winston Cherchill aynan liberal, shu bilan birga radikal sifatida siyosatda nom qozonadi. 1906-yilda Angliyada saylovlar o'tkaziladi. Cherchill ilgari konservatorlar egallab turgan Shimoliy-g'arbiy Manchester saylov okrugiga liberal partiyadan o'z nomzodini qo'yadi va natijada g'alaba qozonadi. Bosh vazir liberal partiya rahbari Sir Henry Campbell Bannerman uni darhol mustamlaka ishlari bo'yicha vazir o'rinbosari etib tayinlaydi. Shunday qilib, Cherchill 31 yoshida Britaniya imperiyasida vazirlik lavozimini egallaydi. Aynan shu davrda Cherchill o'zining siyosiy intilishlari va radikalligi bilan tanilgan liberal partiyadagi hamkasbi David Lloyd George bilan oldingi bahslarni unutib, u bilan yaqinlashadi. Winstondan 12 yosh katta bo'lgan Lloyd George u uchun o'ziga xos ustozga aylanadi. Cherchill vazir o'rinbosari lavozimida davlat xizmatining nozik jihatlarini tinmay o'zlashtirib boradi. Qo'l ostidagilar undan ham qo'rqishar, ham uni hurmat qilishardi. U boshqalarni diqqat bilan tinglar, ulardan o'rganar, koloniyalar vazirligidagi katta tajriba va bilimga ega hamkasblarni e'zozlardi. Shu bilan birga Winston turli masalalarga, hatto bugungi kunda mikromanagement deb ataladigan mayda ishlarga ham faol aralashardi. Bu yerda Cherchill o'z muhitida edi. Odatda hukumat nomidan uning darajasidagi mutaxassisga ishonilmaydigan muhim masalalar bo'yicha nutq so'zlardi. U Britaniyaning Afrika va Osiyodagi mustamlakalariga samimiy qiziqish bildirar va mahalliy qabilalarga nisbatan haddan tashqari kuch ishlatishga qat'iyan qarshi chiqardi. Bu davrga kelib Cherchillning shaxsiy hayoti ham keskin o'zgaradi. Odatda u ayollarga suyagi yo'q bo'lishiga qaramay, ularning huzurida duduqlanar va tortinardi. Winston ikkita ayolni qo'lini so'raydi va 2 marta rad javobini oladi. Bu uning izzat nafsiga tegadi. 1908-yilda Cherchill o'zi kabi aslzoda oiladan chiqqan Clementina Hozega uylanadi. Ularning nikohiga uzoq va mustahkam bo'lish nasib etadi. Cherchill bo'ydoqligida ayollarga suyagi bo'lmagan bo'lsa-da, turmush qurgach o'z xotiniga sadoqatli er bo'lgan. Garchi xotini bilan janjallari ba'zan baqirish va idish-tovoqlarni sindirishgacha borib yetsa-da, Clementina ham aqlli va keng dunyoqarashga ega ayol edi. Ular turmush qurgan yillari davomida 5 ta farzand ko'rishadi. 1908-yilda 32 yoshli Cherchill yangi davlat lavozimiga erishadi. Bosh vazir Henry Asquith uni savdo va sanoat vaziri etib tayinlaydi. Aynan shu lavozimda uning Lloyd George bilan ittifoqi hukumat siyosatiga kuchli ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Parlamentdagilar ularni endi radikal egizaklar deb atashardi. Lloyd George bilan hamkorlikda Cherchill liberal partiyani ishchilar hayotini yaxshilashga qaratilgan mehnat munosabatlari sohasidagi islohotlarga undaydi. Bu islohotlar iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida ish haqini oshirish, shuningdek ishsizlikka qarshi kurashish uchun dastlabki mehnat birjalarini tashkil etishni o'z ichiga olardi. Shubhasiz, bu choralar qimmatga tushardi. G'azna kansleri sifatida Lloyd George tegishli mablag'larni ajrata olardi, ammo zamon og'ir bo'lgani sababli hamma narsani amalga oshirib bo'lmasdi. Cherchill bilan Lloyd George o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, parlamentda Germaniya harbiy dengiz kuchlarining kuchayishi munosabati bilan harbiy dengiz flotini qayta qurollantirish zarurati haqida qizg'in munozaralar boshlanadi. 1910-yil boshidagi umumiy saylovlardan so'ng Cherchill ichki ishlar vaziri lavozimini egallaydi. Bu mamlakatdagi eng asosiy davlat lavozimlaridan biri edi. Cherchillning bu lavozimda qisqa muddat bo'lishi fuqarolik itoatsizligi davriga to'g'ri keladi. Yangi ichki ishlar vaziri tartibsizliklarga qarshi qat'iy choralar ko'radi. Bu esa uni Britaniya so'l kuchlari tomonidan tanqidlarga uchrashiga sabab bo'ladi. 1910-yilda Walesning Tanipendi shahrida qo'zg'olonlar, 1911-yilda esa port ishchilarining ish tashlashi bo'lib o'tadi.
Ikkala holda ham Cherchill tartibsizliklarni bosirish uchun harbiy qo'shinlarni jalb etishni buyuradi. Cherchillning himoyasiga shuni aytish mumkinki, u mahalliy hokimiyatlarning samarasiz harakatlariga ishonmay, markaziy hokimiyat tomonidan qattiq nazorat o'rnatishga intilgan. Shu bilan birga u qamoqxonalardagi sharoitlarni yaxshilashga chaqiradi va shu tariqa mahbuslar do'sti degan laqab oladi. Shu sababli uning ichki siyosatiga ham bir tomonlama baho berib bo'lmaydi. Bir 1911 yil oktyabrda Cherchill yangi admirallikning birinchi lordi lavozimiga tayinlanadi. Ya'ni u endi harbiy dengiz flotining siyosiy rahbari edi. Asquith uni bu lavozimga tayinlab, Cherchillning noyob harbiy tajribasini e'tirof etadi. Bu davrga kelib Germaniya bilan urush xavfi butunlay haqiqatga aylanib ulgurgan edi. Britaniya harbiy dengiz floti hali ham dunyodagi eng katta flot bo'lsa-da, juda xotirjamlik holatida edi. Asquith uni bu darddan xalos etishga qaror qiladi. Dori esa allaqachon mavjud. Uning nomi Winston Cherchill edi. Yangi lavozimda Cherchill asosan mavjud rahbariyatni chetlab ish yuritadi. U norasmiy maslahatchi sifatida sobiq birinchi dengiz lordi John Fisherdan foydalanadi. Fisher ham Cherchill singari radikal qarashlarga ega edi. Ular hamkorlikda ingliz flotini zamonaviylashtirish uchun juda ko'p ishlarni amalga oshiradilar. Ularning sa'y-harakatlari tufayli Britaniya birinchilardan bo'lib dengiz aviatsiyasiga e'tibor qarata boshlaydi. Suv osti kemalaridan foydalanishni yo'lga qo'yadi va yoqilg'ini ko'mirdan neftga almashtiradi. Oradan 3 yil o'tib Germaniya bilan urush boshlanganida Britaniya qirollik harbiy dengiz floti har qanday chaqiruvga tayyor edi. Albatta, buning sababi Cherchill va Fisher tandemi edi. 1914-yil yozda Yevropaning birinchi jahon urushi alangasi qamrab oladi. Bu paytga kelib Cherchill milliy miqyosdagi shaxsga aylangandi. Malakali va aqlli harbiy dengiz vaziri, mashhur yozuvchi va ajoyib oila boshlig'i. 3-farzandining tug'ilishini kutayotgan 2 bolaning otasi. U Germaniya bilan muqarrar urushni oldindan his qilar va qirollik harbiy dengiz flotini bu urushga yaxshi tayyorgarlik ko'rganidan faxrlanardi. Bir 1914-yil oktyabr oyining boshlarida Antanta qo'shinlari nemislarning Belgiya va Fransiyaga hujumini to'xtatish uchun jon jahdlari bilan harakat qilardilar. Ularning chap qanotida Antwerpen port shahri joylashgan bo'lib, uning garnizoni asosan kam sonli britaniyalik dengizchilardan iborat edi. Aynan shu yerdan Winston Cherchill bosh vazirga iltimos bilan telegramma jo'natadi. U harbiy qo'mondonlikni o'z zimmasiga olishga qaror qilgani sababli uni siyosiy majburiyatlardan ozod etish talab qilinadi. Asquith o'z kabineti a'zolariga ushbu telegrammani o'qib berganda bu xabar kulgi bilan kutib olinadi. Bu albatta Cherchillga xos bo'lgan, urushga borishni orzu qilgan o'spirin yigitning jo'shqinligi edi. Keyingi 4 yil uning ishtiyoqini ancha sovutadi. Tez orada Antanta davlatlari qo'shinlarining 40 ming askari halok bo'lgani uchun javobgarlik uning zimmasiga tushadi. U okoplardagi shaxsiy jasorati bilan aybni yengillashtirmoqchi bo'ladi va urushni o'sha paytdagi hukumatning eng samarali vaziri sifatida yakunlaydi. Ilgari ham bir necha bor sodir bo'lganidek, uning faoliyati bu davrda bir qator mojarolarga, jumladan Dardanel bo'g'ozidagi falokatga ham sabab bo'ladi. Keyinchalik qattiq tanqidga uchragan Dardanel harbiy kampaniyasining g'oyasi aslida unga tegishli emasdi. Bundan tashqari, Cherchill boshdanoq Angliya va Fransiya harbiy dengiz kuchlarining quruqlikdagi qo'shinlar yordamisiz bo'g'oz ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan har qanday urinishlarga qarshi chiqqan edi. Bu reja harbiy vazir Kitchener va admirallarning tanlovi bo'lib, ular buni faqat o'z jangovar kemalari kuchi bilan amalga oshirish mumkinligiga ishonishgan. Rejada Yevropani Osiyodan ajratib turuvchi tor bo'g'ozni qamal qilish, Istanbulni egallash va Turkiyani urushdan chiqarish ko'zda tutilgandi. Ammo Antanta kemalari Dardanelni qamal qila olmagan bir paytda turklar Gallipoli yarim orolini mustahkamlashga ulguradilar. Turkiya qo'shinlari pozitsiyalarga hujum qilishga bo'lgan har qanday urinish faqat yangi qurbonlarga olib keladi. Bu yerda agar Cherchillni nimadadir ayblash mumkin bo'lsa, bu uning strategik chekinish ham urushning zarur qismlaridan biri ekanligini tushunmaganida edi.
Xullas, barcha urinishlarga qaramay Cherchill Dardanel operatsiyasining muvaffaqiyatsizligi uchun o'zini aybdor his qilish tuyg'usidan qutula olmaydi. Bu operatsiya davomida Antanta davlatlari askarlarining qonidan dengiz qizil tusga kirgandi. Oxir-oqibat Cherchill iste'foga chiqishga qaror qiladi. Qisqa muddatli jangovar tayyorgarlikdan so'ng Winston Cherchill polkovnik unvonida Shotlandiya qirollik o'qchilarining 6-batalyoni safida frontga jo'natiladi. Cherchill Gallipoli mag'lubiyatini G'arbiy frontdagi janglarda ishtirok etish orqali yuvishni maqsad qiladi. U o'z askarlari bilan birga loy okoplarda hayot kechiradi. Belgilangan qoidalarga rioya qilishni yoqtirmaydigan Cherchill kichik zobitlarga tinchlik bermasdi. Chunki u odatda ofitserlarning oddiy askarlarga arzimas xatolar uchun bergan jazolarni yengillashtirardi. U o'z batalyoniga eng yaxshi oziq-ovqat ulushi tegishi va askarlar muntazam ta'tilga chiqishlari uchun barcha imkoniyatlarni ishga solardi. Cherchill boshqalarning ortiga yashirinmasdan o'qqa ro'para turardi va ko'p marta o'lim bilan yuzma-yuz kelardi. Shotlandiyalik merganlar ham o'z qo'mondonlarini juda yaxshi ko'rishardi. Shunday bo'lsa-da, Cherchill hamon siyosiy yetakchilikka chanqoq edi. Frontda 100 kun o'tkazgach, 1916-yil iyun oyida u hukumatdan lavozim olish umidida Westminsterga qaytib keladi. Bu paytda liberallar konservatorlar bilan koalitsiya tuzgandi. Konservatorlar esa o'zlari yomon ko'rgan Cherchillning har qanday lavozimga tayinlanishiga bir ovozdan qarshi chiqishadi. Chunki u hukumatni doimo keskin tanqid qilib kelardi. Bir necha oydan so'ng uning eski do'sti Lloyd George bosh vazir bo'lgach, Cherchill yangi lavozimga tayinlanadi. Ammo vazirlar mahkamasiga kirmaydi. Uni qurol-yarog' vaziri etib tayinlashadi. Britaniya olib borayotgan urush sharoitida bu yangi lavozim g'oyat muhim ahamiyatga ega bo'lib, qurol-yarog' vazirining vazifalari juda xilma-xil edi. Cherchill o'ziga ishonib topshirilgan vazirlik ishini qayta tashkil etadi. Tuzilmani o'zgartirib, bo'limlar sonini 50 tadan 10 tagacha qisqartiradi. Harbiy ishlab chiqarishning asosiy buyurtmachisi bo'lgan armiya va flot bilan aloqalarni samarali yo'lga qo'yadi. Cherchillning bu sohadagi muvaffaqiyatli faoliyatiga quruqlikdagi qo'shinlarni tanklar bilan kuchaytirganini misol qilib keltirish mumkin. Bu lavozim unga shuhrat va'da qilmasa-da, Cherchill bu yerga ham o'ziga xos g'ayrat, mehnatsevarlik va yangi g'oyalarni olib kiradi. 1918-yil noyabrida Germaniya mag'lub etilgach, Cherchillning obro'si qisman tiklanadi. U o'zini qobiliyatli ma'mur sifatida namoyon etadi. Birinchi jahon urushidagi harbiy g'alaba cho'qqisida turgan Lloyd George'ning koalitsion hukumati 1918-yilda parlament saylovlarida g'alabaga erishadi. Cherchill saylov kampaniyasiga o'ziga xos radikalizm ruhini olib kiradi. U Irlandiya, Shotlandiya va Uelsga qisman o'z-o'zini boshqarish huquqini berish, shuningdek 40 soatlik ish haftasini qonuniylashtirish kabi takliflarni ilgari suradi. Ingliz Bur urushdagi kabi u mag'lub tomonni oyoq osti qilishni istamaydi. Hukumatdagi muhim lavozimlardan biriga umid qilgan Cherchill ikki lavozimga, harbiy vazir va aviatsiya vaziri etib tayinlangandan norozi bo'ladi. Garchi bu ikki soha o'zining qiziqishlari doirasiga kirsa-da, buni oldingi lavozimi, ya'ni ichki ishlar vaziri lavozimi bilan aslo taqqoslab bo'lmasdi. Lloyd George esa ehtiyotkorlik qiladi. Cherchillga konservatorlar partiyasining ko'pgina a'zolari ilgarigidek nafrat bilan qarashardi. Shu bois barcha iste'dodlarga qaramay mustaqil va kutilmagan qarorlar qabul qiladigan odam bo'lganligi sababli uni bundan yuqori lavozimga tayinlashmaydi. Yangi tayinlangan harbiy vazirning eng muhim vazifalaridan biri Britaniyani qurolsizlantirish bo'ladi. Vaziyat nihoyatda keskinlashgan edi. Urushdan charchagan 100 minglab britaniyalik askarlar uylariga qaytishni juda istardi. Cherchillning urushga birinchi bo'lib chaqirilgan, birinchi bo'lib demobilizatsiya qilinadi degan qat'iy siyosati bu keskinlikni tezda bartaraf etadi. Aviatsiya vaziri lavozimida u Britaniya siyosatining Yaqin Sharq yo'nalishini faol rivojlantiradi. U ilgari Usmonli imperiyasi tarkibiga kirgan hududlarni qayta tashkil etishdek murakkab ishga bor kuchi bilan kirishadi. O'sha davrda ham bu mintaqaning muammolari bugungi kundagidan kam bo'lmagan darajada chigal va murakkab edi. Cherchill yahudiylar davlatini tuzish g'oyasini qo'llab-quvvatlar ekan, Falastin yerlarida yashovchi xalqlar o'rtasida bir qator kelishuvlarga erishish zarur deb hisoblardi. 1921-yilda Qohirada uning raisligida o'tkazilgan konferensiyada Yaqin Sharqning siyosiy manzarasi belgilanadi. Iordaniya, Iroq va Livan chegaralari chiziladi.
Bugungi kungacha saqlanib qolgan kelishmovchiliklarga qaramay, o'sha paytdagi siyosiy vaziyatda bu diplomatiyaning eng yuqori mahorati edi. Shundan keyin u 30-yillarda ham bir qator saylovlarda qatnashib, siyosiy hayotda yashab yuradi. Biroq ancha siyosatdan chekinib dam oladi. Rassomlik bilan shug'ullanadi. Ammo Birinchi jahon urushidagi mag'lubiyat uchun o'ch olish umidida yonib kelayotgan Gitler Germaniyasining tahdidini erta anglash Cherchillni siyosat maydoniga qaytishiga undagan sabablardan biri bo'ladi. Yana bitta omadsiz rassom. Ehtiyot bo'lish kerak rassomlardan. 1938-yil sentyabrda Konservatorlar partiyasi a'zosi bo'lgan bosh vazir Neville Chamberlain Myunxenda Gitler bilan shartnoma imzolaganida bu xabarni Cherchill g'azab bilan qabul qiladi. U Chexoslovakiya inqirozi boshlanishi bilanoq Chamberlainni natsistlar Germaniyasi rahbari bilan murosaga kelish xavfi haqida 3 marta ogohlantirgan edi. Uning bu boradagi ommaviy bayonotlari ham aniq ravshan edi. Gitler to'xtamaydi. Myunxendan qaytgan Chamberlain olqishlar bilan kutib olingan bo'lsa-da, Cherchill vakillar palatasida so'zga chiqib, Germaniya bilan tuzilgan shartnomaning umri qisqa ekanligini va urush muqarrarligini bashorat qiladi. O'ylaymanki, ma'lum vaqtdan so'ng, yillar yoki sanoqli oylardan keyin Germaniyaning natsistlar tuzumi Chexoslovakiyani yutib yuborganini bilib olasiz. Bu jasur siyosatchining dadil nutqi edi. Afsuski, Cherchillning kuchli nutqlik san'ati uning partiyasi safida qo'llab-quvvatlanmaydi. 1938-yilga kelib uning siyosiy karyerasi cho'kayotganga o'xshardi. Neville Chamberlain bizning davrimiz uchun tinchlik deb g'urur bilan jar solayotgan bir paytda Cherchill dunyoga tahdid solayotgan xavfdan ogohlantirib, mamlakatni o'z ovoziga quloq solishga behuda urinardi. Afsuski, unga hech kim e'tibor bermaydi. Agar o'shanda Chamberlain haq bo'lib chiqib Gitler urush boshlamaganda, balki bugun biz Cherchillni birinchi navbatda iste'dodli yozuvchi sifatida eslagan bo'lardik. Gitlerning bir kechada Polshaga qilgan hujumi dunyo tarixini ostin-ustun qilib tashlaydi. Myunchendagi quruq va'dalardan bor yo'g'i 5 oy o'tgach, Gitler tomonidan Chexoslovakiyaning bosib olinishi Cherchillning siyosiy karyerasiga kuchli turtki beradi. May oyida nufuzli Gallup agentligi britaniyaliklarning 56% uni hukumatga qaytishni istayotganini ma'lum qiladi. Odatda konservativ partiya rahbarlariga sodiq bo'lgan The Daily Telegraph gazetasi Cherchillni qaytarish uchun keng ko'lamli targ'ibot ishlarini boshlaydi. Angliya bosh vaziri Neville Chamberlain Gitler haqida yanglishgan edi. Endi fashistlar Germaniyasiga aldanmaslikka ommaviy ravishda da'vat etgan kishini hokimiyatga qaytarishni undan talab qila boshlaydilar. 1939-yil sentyabrda urush boshlangani e'lon qilingach, Chamberlainda Cherchillni vazirlar mahkamasiga kiritishdan boshqa chora qolmaydi. 3-sentyabrda Cherchill parlamentda so'zlagan nutqida shunday degan edi: Bu Danzig yoki Polsha uchun kurash emas. Biz butun dunyoni natsistlar zulmi vabosidan xalos etish uchun insoniyatning eng muqaddas qadriyatlarini himoya qilish uchun kurashmoqdamiz. Uning yorqin vatanparvarlik nutqi Chamberlainning rangsiz bayonotlariga keskin zid edi. Buni parlament a'zolari shubhasiz payqagan bo'lsalar kerak. Xalqning ko'z o'ngida millatning yangi yetakchisi shakllanayotgan edi. Shunday bo'lsa-da, Cherchill bosh vazirlik lavozimini deyarli tasodifan 1940-yil 7-8 mayda o'tkazilgan Norvegiya bo'yicha munozaralar tufayli egallaydi. Bundan bir oy oldin Angliya, Fransiya va Polsha bilan birgalikda Norvegiyaga qo'shin yuborgan edi. Bu davlatlarning qo'shma desanti Norvegiya qirg'oqlariga yetib kelganda, Norvegiyaning deyarli barcha asosiy portlari allaqachon nemislar qo'liga o'tib bo'lgandi. Parlamentdagi munozaralar Neville Chamberlainning harakatlarini keskin tanqid qilishga aylanib ketadi. Uning tarafdorlari soni 213 nafardan 81 nafarga tushib qoladi. Bu esa shubhasiz Chamberlainga ishonch yo'qolganini ko'rsatardi. U iste'foga chiqishga majbur bo'ladi. Bosh vazirlik vakolatlarini topshirishdan oldin u qirolga o'z o'rniga keluvchi nomzodni tavsiya qilishi kerak edi. 1940-yil 10-mayda Buckingham saroyiga tashrif buyurgan Chamberlain qirolga Cherchill nomzodini tavsiya etadi va oradan ko'p o'tmay o'zi vafot etadi. O'sha kunlardagi siyosiy vaziyat deyarli tanlov imkonini bermasdi. Sinovlar oldida mamlakat milliy birlik hukumatiga muhtoj edi. Cherchillning bosh vazir bo'lishi ko'proq uning inglizlar nazaridagi obro'-e'tibori bilan bog'liq edi. Mashhur amerikalik yozuvchi Mark Twainning shunday gaplari bor: Inson hayotida ikkita muhim kun bor.
u tug'ilgan kun va nima uchun tug'ilganini anglab yetgan kun. Cherchill ham aynan shu kuni nima uchun dunyoga kelganini anglab yetgan edi. Cherchill yeng shimarib ishga kirishadi va birinchi navbatda koalitsion hukumat tashkil etadi. Jumladan, Laboristlar partiyasi rahbari Klement Attlee uning o'rinbosari etib tayinlanadi. Kabinetga Liberal partiya rahbari ham kiritiladi. Bosh vazir lavozimida o'z mavqeini mustahkamlab olgan Cherchill kabinetga va tashqaridan boshqa shaxslarni ham jalb qiladi. Ular orasida Daily Mail gazetasini chop etuvchi Lord Beaverbrook ham bor edi. U aviatsiya sanoati vaziri etib tayinlanadi. Taniqli kasaba uyushmalari arbobi Ernest Bevin mehnat vaziri lavozimini egallaydi. Neville Chamberlain vafot etgach, Cherchill konservativ partiyaga rahbarlikni ham o'z zimmasiga oladi. Sobiq tashqi ishlar vaziri Lord Galifax AQShga elchi etib yuboriladi. Bu esa Cherchillning tajribali hamkori Anthony Edenni tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlash imkonini beradi. Cherchillning o'zi tayinadigan kichik bir parda ortidagi guruh ham bor edi. Brendan Braken parlament kotibi bo'ladi. U Cherchillning konservativ partiyadagi eng sodiq safdoshi bo'lib, parlamentda Winston'ni doim himoya qilardi. Professor Lindemann bugungi zamon tili bilan aytganda aqliy markaz tashkil etadi. Vazirliklar qayta tashkil etiladi va yuqori faollik rejimiga o'tkaziladi. Cherchill shaxsan mudofaa vaziri lavozimini ham egallaydi. Cherchill davlat tizimini shunday o'zgartiradiki, uning harbiy va tashqi siyosiy rejaklarini o'z nazoratiga oladi. Bu yaxshimi, yomonmi, xullas harbiy harakatlarga rahbarlik to'liq uning qo'liga o'tadi. Cherchill o'z lavozimini egallagan kuni nemis qo'shinlari Belgiya va Gollandiyaga bostirib kiradi. Navbatda Fransiya turardi. Cherchill bir necha bor Parijga tashrif buyuradi va Fransiyadagi ingliz qo'shinlari qo'mondoni general Gord bilan har kuni aloqada bo'ladi. Ko'plab maslahatchilarning qarshiligiga qaramay, Cherchill Fransiyani qutqarish uchun qirollik harbiy havo kuchlarining so'nggi zaxiralarini ham u yerga jo'natadi. Afsuski, fransuz armiyasi allaqachon nemislarga mag'lub bo'lgan edi. Britaniya Dunkerkdan qo'shinlarning katta qismini evakuatsiya qilishga erishadi. Biroq deyarli barcha harbiy jihozlar va jangovar texnikani tashlab ketishga majbur bo'ladi. Mamlakatga g'alaba qozongan natsistlarning harbiy mashinasi jiddiy tahdid solardi. Ularning harbiy havo bazalari endi La-Manshning narigi qirg'og'ida joylashgandi. Biroq Britaniyaning oxirgacha turish qat'iyatini mujassam etgan Cherchill uchun bu yulduzli onlar edi. U mamlakat kayfiyatini aniq ilg'ab olishga erishadi. Uning jo'shqin nutqlari vatandoshlarning ruhini ko'tarib, barcha qiyinchilik va sinovlarga bardosh berishlariga ishonch uyg'otardi. Bosh vazir sifatida 13-mayda so'zlagan ilk nutqida Cherchill qon, mashaqqatli mehnat, ter va ko'z yoshlardan boshqa hech narsa va'da qilmasligini aytadi. 1941-yil aprelda nemis qo'shinlari Yugoslaviya va Gretsiyaga bostirib kiradi. Cherchill Shimoliy Afrikadagi frontni zaiflashtirish va qo'shinlarning bir qismini Bolqon mamlakatlariga yordamga jo'natishga rozi bo'ladi. Buning uchun yana harbiy dengiz flotini ishga solishga to'g'ri keladi. Kutilganidek Afrikadagi vaziyat bir zumda yomonlashadi. Ko'p o'tmay feldmarshal Rommel boshchiligidagi nemis qo'shinlari Shimoliy Afrika sahrosida inglizlarni siquvga oladi. O'shanda Cherchill qanday zo'riqishda yashaganini tasavvur ham qilish qiyin. Kun tartibi juda og'ir edi. Ertalablari o'rnida yotgancha xatlarni o'qir va buyruqlarni aytib yozdirardi. Kunduzi esa ba'zan tun yarmigacha cho'ziladigan majlislarga raislik qilardi. U haddan tashqari ko'p ichardi. Bu ta'jiblanarli hol emas albatta. Hukumat a'zolari bo'lmish hamkasblari unga shaxsiy shifokor tayinlashadi. Sir Charles Wilson urushning oxirigacha bosh vazirga hamrohlik qiladi. Yoshi 60 dan oshgan va sog'ligi uncha yaxshi bo'lmagan bosh vazir nafaqat ko'p ichardi, balki ashaddiy chekuvchi ham edi. 1941-yil dekabrda Cherchill yengil yurak xurujini boshdan kechiradi. 2 yildan so'ng esa deyarli 1 oy davomida zotiljam kasalligi uni to'shakka mixlab qo'yadi. Cherchill armiya harakatlarini muvofiqlashtirishdan tashqari, tashqi siyosatga ham katta e'tibor qaratadi. Uning Franklin Roosevelt bilan shaxsiy yoshmalari
1939-yilda Ruzveltning tashabbusi bilan boshlangan edi. Britaniya bosh vazirining asosiy maqsadi AQShni ham urushga qo'shilishiga erishish bo'ladi. Akan ortidan yordam olmasa, Britaniya ma'lum vaqtgacha bardosh berishi mumkin edi. Ammo birgalikda ular Germaniyani albatta mag'lub etishlariga Cherchill ishonardi. Cherchill bilan Ruzveltning yaqinlashuvi uzoq vaqt davomida asta-sekin qadam-qadam yuz beradi. AQSh prezidenti Amerikaga xos bo'lgan uzoq yillik yakkalanish siyosati an'anasini o'zgartirishi kerak edi. 1940-yil sentyabrda imzolangan bazalar evaziga esministlar deb nomlangan shartnoma shubhasiz muhim edi. Biroq Lend-Liz to'g'risidagi amaliy shartnoma yanada kattaroq ahamiyatga ega bo'ladi. Angliya Amerikadan qurol-yarog', oziq-ovqat va harbiy texnika sotib olish uchun kredit oladi. Bu shartnoma natsizmga qarshi muvaffaqiyatli kurashning iqtisodiy poydevori bo'lib xizmat qiladi. Cherchill uchun amerikaliklar bilan ittifoqchilik munosabatlari birinchi darajali ahamiyatga ega edi. Biroq u ruslarga nisbatan ham faol siyosat yuritadi. 1940-yilda inglizlar nemis josuslik apparati bo'lgan Enigmani kodlarini ochishga muvaffaq bo'lganligi ortidan Cherchill Gitlerning Sovet ittifoqiga hujum qilish niyatidan xabardor bo'ladi. U Stalinni bu haqda bir necha bor ogohlantirgan bo'lsa-da, 1941-yilda nemis qo'shinlarining bostirib kirishi ruslar uchun kutilmagan hodisa bo'ladi. Cherchill kommunistlardan nafratlanishiga qaramay, xalqaro munosabatlarda uni doim pragmatizm boshqarardi. Masalan, u Ispaniyadagi fuqarolar urushida ham SSRni qo'llab-quvvatlagan. Uning nazarida Frankoning fashistik rejimi Yevropa uchun Sovet Rossiyasiga qaraganda ancha xavfliroq edi. 1941-yil iyunida Gitlerchilarning tanklari SSRga bostirib kirganda, Cherchill darhol sovetlarga yordam berishni e'lon qiladi. O'sha yilning avgust oyida yashab qolish uchun jon jahdi bilan kurashayotgan Angliya Sovet ittifoqiga ikkita qiruvchi samolyotlar eskadriliyasini jo'natadi. Muvaffaqiyatga erishish uchun Cherchill har qanday imkoniyatdan foydalanardi. O'sha tarixiy kunlarda uning yagona va asosiy maqsadi Germaniyani mag'lub etish edi. 1941-yil iyuliga kelib, u AQSh bilan bir qator shartnomalar imzolaydi. Bu paytga kelib amerikaliklar Gitler va uning ittifoqdoshlari bilan urushga qadam-qadam yaqinlashayotgan edi. Nemislarning SSRga hujumi bu jarayonni yanada tezlashtiradi. Og'ir harbiy siyosiy vaziyatga qaramay, Cherchill Germaniyani yenga olishiga qat'iy ishonardi. 1941-yilning oxiriga kelib, u bu borada hech qanday shubha qilmay qo'yadi. 1941-yil dekabrda Yaponiyaning AQShga hujum qilishi Cherchill uchun kutilmagan hodisa bo'ladi. Balki ma'lum ma'noda u amerikaliklar va ruslar bilan birlashib, ham Germaniyani, ham Yaponiyani mag'lub etish imkoniyatiga ega bo'lishini anglab, yaponlarning Pearl Harborga uyushtirgan hujumidan hatto xursand ham bo'lgan bo'lsa kerak. Shunday qilib, harbiy vaziyat hamon keskinligicha qolmoqda edi. 1942-yil iyun oyida Britaniyaning Shimoliy Afrikadagi Tobruk qal'asi qulaydi. Rommel qo'mondonligidagi Germaniya-Italiya armiyasi Qohira va Suvaysh kanalini bosib olish xavfini solmoqda edi. Avgust oyida Kanada qo'shinlarining Fransiyaning Atlantika sohilidagi Deb shahriga tushirilishi muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Ammo eng yomon ahvol Osiyo harbiy harakatlar maydonida edi. U yerda fevral oyida inglizlar Singapur yaqinidagi jangda katta talafot ko'radilar. Buning uchun Cherchill aybni o'z zimmasiga oladi. Axir mamlakat mudofaa qobiliyatini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan harbiy mablag'larni qisqartirishni aynan u talab qilgan edi-ku. Ma'lum bo'lishicha, yapon askarlari o'rmon sharoitida jang qilishga ingliz-hind qo'shinlariga qaraganda yaxshiroq tayyorlangan ekan. Dengizda yapon aviatsiyasi ingliz va amerika kemalariga sezilarli zarbalar beradi. Faqat keyingi yilning bahoridagina urush to'lqinini orqaga qaytarishga muvaffaq bo'lishadi. Bu paytga kelib Sovet qo'shinlari Stalingrad yonida nemislarni tormor qilgan, amerikaliklar Tinch okeanida qarshi hujumga o'tgan, Ingliz-Amerika birlashgan qo'shinlari esa nemislar va italyanlarni Afrikadan siqib chiqargan edi. Urush o'zining yakuniy bosqichiga yaqinlashgani sari Cherchillning Roosevelt va Stalin bilan munosabatlarda tushunmovchiliklar yuzaga keladi. Ayniqsa ikkinchi frontni ochish masalasi keskin tus oladi. Dastlabki kelishmovchiliklar 1943-yil avgustda Kvebekda o'tkazilgan ikki tomonlama anjumanda ko'zga tashlanadi. Ittifoqchilar Stalinning o'sha yilgi Ingliz-Amerika kuchlarini Fransiya hududiga tushirishni qat'iy talab qilayotganidan yaxshi xabardor edilar.
Ruzvelt Stalinning fikriga qo'shilgan edi. Cherchill esa Germaniya chegaralariga janubdan Sitsiliyaga tushish orqali yetib borishni ma'qul ko'rardi. Bunday harbiy operatsiya unga kamroq talafot keltiradiganday tuyulardi. Bu paytga kelib Mussolinining qarshiligi sindirilgan va Sitsiliya oroli ittifoqchilar qo'liga o'tgan edi. Natijada Italiyaning materik qismiga tushishga qaror qilinadi. Noyabr oyida Tehronda bo'lib o'tgan uchrashuvda Ruzvelt Stalinni Fransiya qirg'oqlariga tushish rejasini qo'llab-quvvatlaydi. Cherchill masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashadi. U bu tavakkalchi strategiya ularni boshi berk ko'chaga kiritib qo'yishdan xavotirda edi. Tehrondagi uchrashuvda u shunday xulosaga keladi. Endi Britaniya bu uch davlat ittifoqining yetakchi kuchi emas. Tehron anjumanidan bir necha hafta o'tgach, u holdan toygan va ruhi tushgan holda zotiljam kasalligiga chalinib yotib qoladi. Xullas, alal oqibat Normandiyaga qo'shin kiritish muvaffaqiyatli bo'ladi. Cherchillning Italiyadagi qo'shinlari esa tog' dovonlarida tiqilib qoladi. Shu paytda Wehrmachtga qarshi kurashning asosiy og'irligini o'z zimmasiga olgan Qizil armiya Berlin tomon shafqatsizlarcha ilgarilab borardi. Gitlerning Yevropadagi hukmronligi yakuni yaqinlashib qolgan edi va Cherchill urushdan keyingi dunyo tuzilishi haqida tobora ko'proq o'ylay boshlaydi. 1944-yil oktyabrda u va Stalin shaxsiy suhbatda Yevropani Britaniya, AQSh va SSR ta'sir doiralariga bo'lish masalasini muhokama qilishadi. Biroq bu rejalarning amalga oshishi nasib etmaydi. Ruzvelt bu haqda bilishi bilanoq bu rejalarga darhol veto qo'yadi. May oyida Germaniya tor-mor etilgach, Cherchill iste'foga chiqishga majbur bo'ladi. Britaniyada umumiy saylovlar e'lon qilinadi. Saylovlarga 2 oy qolguncha u konservatorlarning muvaqqat hukumati tarkibida o'z lavozimida qoladi. Cherchill saylov kampaniyasini olib borish va bir vaqtning o'zida urushayotgan mamlakatga rahbarlik qilish jarayonida ichki siyosatga yetarlicha e'tibor qaratmaydi. Uning partiyasi na ijtimoiy ta'minot islohotini o'tkazishda va na ijtimoiy adolatga erishishda, na iqtisodiyotda biror muvaffaqiyatga erisha olmagan edi. Urush mashaqqatlaridan charchagan inglizlarning Britaniya uchun yorqin kelajak qurish istagini ilg'agan Clement Attleening Labouristlar partiyasi tarixda birinchi marta saylovlarda mutlaq ko'pchilik ovoz bilan g'alaba qozonadi. Saylov natijalari e'lon qilingan kuni Cherchill va Attlee Potsdam konferensiyasida edilar. Cherchill yakuniy muzokaralarni Attleega topshirib Angliyaga qaytadi. Konferensiyaning yana bir yangi ishtirokchisi aprel oyida to'satdan vafot etgan Ruzvelt o'rnini egallagan AQSh prezidenti Garri Truman edi. Ehtimol marhum Amerika prezidentidan hali ham ko'ngli og'rigan Cherchill uning dafn marosimiga borishga vaqt ham ajratmaydi. Shu paytda 20-asrdagi Ikkinchi jahon urushi nihoyasiga yaqinlashayotgan edi. 2-sentyabr kuni Yaponiya so'zsiz taslim bo'lish haqidagi hujjatni imzolaydi. Cherchillning bosh vazir lavozimidagi so'nggi qarori Yaponiyaga atom zarbasi berilishiga rozilik bildirish bo'ladi. Bu esa Yaponiyaning butkul taslim bo'lishini tezlashtiradi. Biroq endi u siyosat maydonidan ketadi. Urush chang to'zoni asta-sekin cho'ka boshlaydi va uning yangi dunyo tartibotida qanday rol o'ynashi noma'lum edi. Shu orada dunyo Cherchillga yangi tahdid va chaqiriqlar bilan yuzlanadi va bu unga tayyor edi. 1947-yilda Hindistonning mustaqillikka erishishi uni qattiq xafa qiladi. To'g'ri, keyingi yillarda u Javaharlal Nehru bilan do'stlashadi va Britaniya tojining bu marvaradini yo'qotganiga ko'nikadi. Ammo Cherchillni eng ko'p tashvishga solgan narsa AQSh bilan Sovet ittifoqi o'rtasidagi qarama-qarshilik davom etayotgan ikki qutbli dunyo edi. Temir parda iborasini Cherchill 1946-yilda Missuri shtatining Fulton shahrida so'zlagan mashhur nutqida ommalashtirib yuboradi. Aksariyat amerikaliklar, jumladan yuqori siyosiy doiralar vakillari ham Angliya bilan ittifoqqa ehtiyotkorona munosabatda bo'lishardi. Bunday ittifoq esa Cherchillning asosiy maqsadi va nutqini bosh mavzusi edi. U endi Sovet ittifoqiga qarshi siyosiy blok tuzish tarafdori bo'ladi. Qit'ada Boltiq dengizi sohilidagi Stettin shahridan to Adriatika dengizi bo'yidagi Triest shahrigacha temir parda tortildi. Markaziy va Sharqiy Yevropadagi qadimiy davlatlarning barcha poytaxtlari pardaning u tomonida.
Sharqiy Yevropaning ushbu davlatlaridagi kam sonli kommunistik partiyalar a'zolari soniga mutlaqo nomutanosib bo'lgan favqulodda kuchga ega bo'lib, hamma joyda totalitar nazorat o'rnatishga intilmoqdalar. Mazkur davlatlarning deyarli barchasi zo'ravon hukumatlar tomonidan boshqarilmoqda. Shu kungacha ularda haqiqiy demokratiya yo'q. Chexoslovakiya bundan mustasno. Turkiya va Eron ularga Moskva hukumati tomonidan bildirilayotgan e'tiroz va ko'rsatilayotgan bosimlardan chuqur xavotir va tashvishga tushib qolishgan. Berlinda ruslar bosib olingan Germaniyaning Sovet zonasida so'l nemis rahnamolari guruhlariga maxsus imtiyozlar berish orqali kvazi-kommunistik partiya tuzishga urinishmoqda. Winston Cherchillning Fultondagi nutqidan. Shubhasiz, Cherchillning Fultondagi nutqi Sovetlar bilan qarama-qarshilikka o'z hissasini qo'shadi va 1949-yilda NATO harbiy siyosiy blokini tashkil etilishiga turtki bo'ladi. Cherchill 1951-yil oktyabrda o'tkazilgan umummilliy saylovlar natijasida Downing Streetga qaytib keladi. Ikkala saylov kampaniyasi davomida ham u e'tiborni ichki muammolarga qaratadi va shu tariqa 1945-yildagi xatolarni takrorlamaydi. Leyboristlarning 6 yillik keskin boshqaruv va ularning qat'iy tejamkorlik siyosatidan so'ng odamlarning o'zgarishlarni istashi ham o'z rolini o'ynaydi. Cherchill raqiblarini attiga 17 ovozga ortda qoldirib g'alaba qozonadi. Bosh vazirlik lavozimidagi ikkinchi davr Cherchill uchun birinchisining xira soyasidek bo'lib qoladi. U allaqachon 77 yoshga kirgan va uning bir paytlar o'tkir bo'lgan aqli endi ilgarigidek emas edi. Uning ikkinchi bosh vazirligida faollik va muammolarni ko'rish o'tkirligi yetishmaydi. Konservativ partiya agar keyingi saylovlarda g'alaba qozonishni istasa, yangi yetakchiga muhtoj edi. Harakat qilish vaqti kelgan edi. Ehtimol Cherchill chindan ham o'z lavozimini juda uzoq vaqt egallab turgandir. Biroq uning partiya safida haddan tashqari katta obro'ga ega bo'lganligi sababli hech kim unga qarshi chiqishga jur'at eta olmas edi. 1953-yil iyun oyida u to'g'ridan-to'g'ri Downing Streetda insultga uchraydi. Bu voqea oshkor qilinmaydi. Nihoyat 1955-yil aprelda u bosh vazirlik vazifasini zimmasidan soqit qiladi. Yuqori lavozimdagi faoliyatining so'nggi oqshomida u qirolicha va Edinburg gersogi bilan uchrashadi. Uning vorisi Anthony Eden bo'ladi. U saylovoldi kurashiga kirishadi va o'sha yilning so'ngida bo'lib o'tgan umumiy saylovlarda g'alaba qozonadi. Cherchillning o'zi 1957-yilda Angliyaning Suvaysh inqiroziga muvaffaqiyatsiz aralashuvidan keyin siyosatni tark etadi. Bu Britaniya mustamlakachilik imperiyasining inqiroziga yuz tutganini aniq belgisi edi. Bunday katta odamlarning iste'foga chiqishi har doim qiyin kechgan. Cherchill ko'p yozishda davom etadi. Bu ishda unga tadqiqotchilar va olimlar katta yordam ko'rsatadilar. Uning Ikkinchi jahon urushi haqidagi 6 jildlik xotiralari nashr etiladi. 1953-yilda adabiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi. 1958-yilda esa u ingliz tilida so'zlashuvchi xalqlar tarixi kitobini yakunlaydi. Cherchill 1964-yilgacha parlamentdagi o'rnini saqlab qoladi, biroq so'nggi yillarda majlislarga deyarli qatnashmaydi. Iste'fodan so'ng Cherchillga ritsarlik unvoni beriladi. Shu orada uning sog'lig'i yomonlashib borardi. Cherchill bir necha marta insult holatini boshdan kechiradi. 1965-yil 15-yanvarda navbatdagi insultdan so'ng Winston Cherchill hushsizlik holatiga tushib qoladi. Uning hayoti 24-yanvarda uziladi. Bu vaqtda u 90 yoshda edi. Cherchillning dafn marosimida 100 dan ortiq turli davlat vakillari ishtirok etishadi. 100 millionlab odamlar motam marosimini televideniya orqali kuzatishadi. Angliyada bu 1852-yilda Arthur Wellington dafn etilgandan keyingi birinchi davlat dafn marosimi edi. Cherchill sharafiga pochta markalari chiqariladi. U haqida kitoblar yoziladi va uning xotirasiga bag'ishlab muzeylar ochiladi. Uning oilasi hamon mamlakat hayotida muhim o'rin egallashda davom etmoqda. Winston Cherchillning hayoti afsonalar va rivoyatlar bilan o'ralgan. Faqat latifalar va aforizmlarning o'zi bir necha jildni tashkil etadi. Lekin internetdagi ularning ba'zilarini ishonchli deb bo'lmasligi haqida eslab o'tish lozim. Cherchillni ko'plab qarorlari va ommaga ochiq aytgan tamoyillari uchun tanqid qilishadi. Ayrim hollarda, masalan, Hindistonning mustaqilligi masalasida u bizning nazarimizda g'azablangan reaksioner sifatida namoyon bo'ladi. Hatto uning Ikkinchi jahon urushi davrida mamlakatni boshqarish harakatlarini ham keskin tanqid qiluvchilar talaygina.
Biroq bunday har bir tanqidchiga shubhasiz Cherchillning qat'iy avtoritar siyosatini himoya qiluvchi o'z tarafdorlari ham topiladi. Cherchill tug'ma siyosatchi edi. U tinim bilmay ishlardi, doim nima istayotganini aniq bilardi va qo'yilgan maqsadlarga erishish uchun barcha choralarni ko'rardi. U yorqin mazmunli hayotni, e'tibor markazida bo'lishni yaxshi ko'rardi. Shu bilan birga u taqdirga ishonardi va xatolarni tan olishga jasorati yetardi. U dastlab shafqatsiz, keyinchalik esa rahmdil bo'lishi mumkin edi. Aqlli va dovyurak, serqirra iste'dod egasi. O'zini o'qitgan Cherchill ayni paytda o'jarligi va beandishaligi bilan ajralib turardi. U asosan mamlakat Cherchillga eng ko'p muhtoj bo'lgan kunlarda rahbarlik qilgani uchun xotiralarda qolgan. Uning buldog kabi qat'iyati va hatto ikki iyakli yuzi Britaniya millatining qaysarona jasorati va ramziga aylanadi. Biroq bunday xulosa bir tomonlama bo'lardi. Ijtimoiy ta'minot, harbiy dengiz kuchlari islohoti, mohirona diplomatiya, yorqin jurnalistik iste'dod va 20 dan ortiq jiddiy tarixiy asarlar, bularning barchasi ajoyib inson portretiga chizgilardir. Afsuski, uning tarjimai holida Irlandiyaga jazo otryadlarini yuborish yoki oltin standartiga qaytish kabi yoqimsiz voqealar ham bo'lgan. Barcha yorqin shaxsiyatlar kabi Cherchill ham ziddiyatli va murakkab shaxs edi. Ma'lum ma'noda u 20-asr voqealigi bilan shaxsiy kurash olib borgan 19-asrning romantigi edi. U ardoqlagan Britaniya imperiyasining yulduzi so'nganida uning siyosatchi va davlat arbobi sifatidagi yulduzi ham so'ngani ta'jublanarli emas. Cherchill o'zining barcha kamchiliklariga qaramay jahon tarixiga ulkan hissa qo'shgan inson sifatida qolaveradi. Mana do'stlar, bugungi sonimiz ham o'z yakuniga yetdi. Barcha fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolaman. Men barcha kommentariyalarni o'qib boraman. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Undan tashqari Telegramdagi kanalimni havolasini ham qoldiraman. U yerga a'zo bo'lsangiz, juda ham ko'plab shunday mavzulardagi tarixiy postlarni o'qib borishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, biz esa sizga tarixning yangi sahifalarini ochishda davom etamiz. Omon bo'ling.